Xuddi paxta qanday yumshoqqina bir oy tursa ham umuman qotib qolmaydigan bulochka retseptini siz bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Ishimizni iliqqina sutga, shakar, o'simlik yog'i, oshirma xamirlar uchun 100% ishonchli bo'lgan Fariman drojasi, qabartma tuzi va vanilini solib yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Elangan oliy navli unni qo'shib xamir qorib olamiz. Xamirimiz qo'lga yopishadigan holatga kelganda yana ozgina o'simlik yog'ini solib, mushlab yog'ni yedirib yuboramiz. Yumshoqqina xamirni 1 soatga issiq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizdan 12 dona bulochka uchun zuvalachalar yasab olamiz. Har bir xamirchani dumaloq, ozgina qalinroq qilib yoyib, teng yarmiga sanchqa bilan churib chiqamiz. Oralarini kesib, shu shaklni berib olamiz. Endi xamirni orqasini o'giramiz. Nachinka o'zingiz xohishingizga ko'ra, men esa bu gal elita varyoniy molokosidan soldim. Umuman oqib ketmadi va bu bulochka uchun eng ideal nachinka bo'ldi. Duxovka listimizga oralarni birozgina ochib joylab olamiz. Bulochkalarimiz yaltilab chiroyli chiqishi uchun tuxum sarig'ini surtib, xohishga ko'ra bir tomoniga max sepib olsak ham bo'ladi. 15 daqiqa oldin tepa-pastda teng yoqilib 180 gradusda qizib turgan duxovkada 20 yoki 25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.